Roblox izler bilen bugünkü videoda dostlar Emirçik ve obunachilar birga Animal Hospital oyununu oynayamiz dostlar. Bu juda ham qiziqarli o'yin. Bular buni mazza qilib o'ynaymiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Biz Emirchik ikkimiz kek bu yerga keldi Emirchik kattasan. Hozir kattasan. Keldim mana. Mana dostlar Animal Hospital juda ham qiziqarli o'yin. Hozir bemorlarni davolaymiz va soqqalarni qilamiz bolalar. Kim ko'p bemor davolaydi ekan, qani ko'ramiz do'stlar. Emirchik bilan juda ham qiziqarli o'yin bo'ladi bu. Juda ham videoni oxirigacha ko'ramiz do'stlar. Emirchik nechta bemor davolayman deb o'ylaysan? Emirchik shekanglar bolalar, Emirchik shekang. 525? To'g'risini ayt. Qancha deb o'ylaysan? O'ynay kim ko'p davolashni o'ynaymizmi? Bo'ldi. Yo bari короче bola ketdi. Kim ko'p davolashni o'ynaymiz. Bu yerda mana ujik bemorlarimiz kelib boshladi bolalar. Nima deyapti bu? Nima kasaling bor seni? Lola dedi. Ismi Lola ekan buni bolalar. Hozir buni davolayman. Ketma-ket to'xta Emirchik. Men navbatim hozir. Bu yerdan mana dokumentlarni oldik. Bu yerdan rasmga tushiramiz. Bu nima arvoh bo'lishi kerak? Nima bo'lishi Emir? Buni bor, rasmini ko'rdingmi? Ava. To'g'rimi? Rasmni ko'rdim. Tishlari yo'q ekan. Chizdi odam ekan dedi-ku. Mana dokumentlarni berdik. Qaysi xona? Birinchi xonaga boradi, men o'zim davolayman. Men davolayman, men qaradim bunga. Kim qaragan bo'lsa shu davolaydi. Ket arakka. Mana birinchi xona bolalar. Men yuboraman. To'xta, birinchi xonaga. Sen davolaysan, men netaman. Ha, bo'ldi, unda kelishamiz. Obunachilar davolaydi. Bo'ldi. Mana birinchi xonaga kelibdi. Do'stlar, avval birinchi xonaga kirmasdan oldin bu yerga qarash kerak. Bu yerda nima bo'ladi Emirchik? Nima? Davolar. Arvoh bo'ladi bu yerda. Arvohmi nima? Bu yerdan bizni qo'laydi-da bu. Shuni qarash kerak do'stlar. Bu yerdan mana yotirdik buni mana buni hozir davolaymiz do'stlar. Mana bu 100% bo'lgandan keyin kompyuterda buni tekshiramiz. Buni nima kerak bunga? Nima kasali bor? Hozir hammasini aniqlaymiz do'stlar. Mana bunga nima kerak? Mana bu yam-yashil o'tloqdan kerak ekan do'stlar. Mana hozir borib kelamiz. Yam-yashil o'tloq qani mana bu yerda. Mana buni olamiz, bitta kerak ekan, buni olib kelamiz da bunga beramiz. Mana tuzaldi. Mana shu vaqtning ichida bu tuzalib o'rnidan turib ketadi. Ana endi ketdik do'stlar. Eshikni beklaymiz. Qopim ikkinchi xonaga mana yana bir bemor keldi do'stlar. Buni men davolayman. Emirchik da turasan-da. Mana bu yerga keldik. Mana bu nima kasali bor ekan? Nima kerak bunga? Hozir hammasini aniqlaydi do'stlar. O'sha men ikkinchi odamni davolayapman. Bu yerda bizni miyamiz bo'ladi ekan. Chap tarafimizda mana 68% miyam bor meni. Oldimdan ruh chiqib qolsa do'stlar, mana shu xonada kizlanib o'tiribdi. Shu ruhim 3%ga surib tashlasa men o'laman do'stlar. Shunga xonalarga kirmasdan burun qarash kerak. Kim bor? Xona tozami? Ruh hech kimmi yo'qmi deb do'stlar. Hozir o'yin videoni davom etib ko'ravanglar. Hozir chiqib qolishi mumkin do'stlar. Ko'rasizlar video davomida. Mana buni davoladik. Shef keldi do'stlar. Shef. Mana bizning shef do'stlar. Mana Animal Hospitalning shefi bor do'stlar. Biza bemor davolayotganimiz uchun bu bizga pul beradi. Pul berib ketadi. Mana keldi. Nima deydi bu? Pul qancha odam davoladingizlar, qancha pul berishini hozir bir aytadi bu. Nima deyapti Emirchik? Qancha pul berdi? $63 beribdi bolalar. Nechta bemor qaradik? 3 tami, 2 tami? 2 ta qaradik, 2 ta bemorga $63 berdi bizga shefimiz do'stlar. Bunda obunachimiz ham bor. Bego Sigma fanati. $63. Mana bu yerdan do'stlar kofe ichsagan bor ekan, kofe yo'qmi? Qaysini ichding kofeni? Obunachi ichibdi, voy. $63 menga pul to'ladi do'stlar. Doktorimizni bosh doktori bizga hozir klient bemor kelmayapti. Mana kelibdi. Borib turishim qarayman. Bo'ldi. Qaysi xonaga yuborasan? Birinchi dokumentlarni berdi. Bo'ldi, birinchi xona ochiq ekan. Birinchi xonada hech nima yo'qmi qarash kerak do'stlar. Hech nima yo'q olsa sekin ana bemorni kiritamiz bu yerga va davolaymiz do'stlar. Nima bo'ldi? Nima? Bor. Qaysi xona ekan? 3-xonami? Hozir mana 3-xonaga boramiz va do'stlar qarash. Ha, buni o'zim qarayman. Oynadan qaraymiz, nima yo'q. Tepada turibdi. Mana do'stlar. Mana. Maxluq vas tepaga qarama. Qaramas kerak. Miyam ketadi do'stlar. Nima qilamiz endi? Nima sepamiz bunga? Qara sepma. O'z tepaga qaramay yur pastga. Ha, bo'ldi. Mana kirizamiz. Tepaga qaramiz bolalar. Tepaga qarasak miyamiz o'zgarib chiqadi. Ba'zan tepaga qaramaymiz do'stlar. Tepaga qarasak
foiz ketadi, miyamiz foizi. Ketay. Nima? Anasını tuttu işte. Oyunu sindirib keldilarmi? Bizi anasını tuttu bilaga. Hozir buni davolaylikchi. Obunachi davolaydi o'zi. Men hozir Amirchikga boray. Nima kelib? Nima oldi Amirchik? Nima qilyapti bu? O'ynanaveryapti-ku bu. Mana bolalar zombi bular. Üstünde bastona. Miyan ketadi 20 dona. Ketkizish kerak bu yerdan. Mana ketkizaman hozir, qarab turinglar. Ket bu yerdan, ey, nima deyap? Nima kerak senga? Ket bu yerdan. Bu ham zombi. 45% miyam qoldi. Bu ham tishi bormi? Rasmga tushirdingmi? Tishi bor uni. Yubor. Ketdi. Shu men yubordim. 40% qoldi. Menga kofe kerak. Bolalar ichamiz. Mana bolalar qaranglar, foiz ko'tarilyapti. Miyamni foizi bolalar. Nima? Qani? Hozir boraylik. 60% ga ko'tarildi mening miyam. Voy ya yurdik-ku. Tepadagina bu birinchi xonaga bemor kelibdi. Hech kim qaramabsizlar-ku, Amirchik. Obunachi aytdi-ku. Hozir o'zim qarayapman. Nima, hozir bu 100% bo'ladi. Bunga nima kerak, nima kasali bor, hozir bittada aniqlab qo'yamiz. Do'stlar, shu joyda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu video juda qiziqarli bo'ladi. Bizlar bemor nima? 5-xonaga keladi ekan bemor hozir. Bolalar 5-xonani qaraymiz. Nima bor, nima yo'q. Zombi bo'lishi mumkin. Bolalar ko'rinmasa ham bo'lib o'tadi u devorda. Yo'q ekan. 5-xona toza kelaversin. Mana kelyapti bemorimiz. Bolalar 1-xonada ham qarashim kerak men. Nima kerak bunga? Hozir kompyuterni ishga tushiramiz. Monitorda ko'rsatadi hozir. Nima kerak? Mana asal yog'idan kerak, ko'k o'timizdan kerak ekan. Hozir mana ko'k o't oldik. Asal yog'imizdan ham olamiz bolalar. Mana ikkitalasini ham beraman. Hozir 5-xonaga obunachi qaraydi, xo'p o'xshaydi. Unga ham o'zim qarayman. Mana davoladik buni, endi 5-xonaga qaraymiz bolalar. Qani ketdik. Mana bemorimiz yotibdi. Nima bo'ldi senga? Ey, somkangga ham qo'ymabsan bu yerda. Ey. Mana buni aniqlaymiz, kompyuterni ishga tushiramiz. Nima? Shep keladi? 63 dollaring bormi sen ham? Menda ham. Ha, do'konni ham ochib beradi. Bizlar bolalar do'kon ham bor bizda. Hozir kompyuterni ishga tushirdi. Ey obunachi, o'zim qarayman, ket. Ket, o'zim qarayman. Menga qaraganimga qarayapti. Qarab tur, hozir yana bir bemor keladi-ku, hammasiga o'zim qarayman. Amirchik, nima qilasan? Bemor kelmayapti. Shef keladi hozir bolalar. Qani? Shef kelyapti bolalar, hozir bizga yana pul beradi. Soqqa ishlaymiz bolalar, juda ham ko'p beriladi. Hozir do'kondan ochib bersa kerak, ha Amirchik? Mana keldi. Nima deydi bu? I am opening new faculty for you dedi. Qancha ish hozir pul to'laydi bizga. Hozir do'konni ham ochib beradi ekan. Mana do'kon ochilyapti. O'zimizga narsa sotib olsak bo'ladi do'stlar. 3 minutda yopiladi ekan hozir mana. Menga qancha pul berdi? Senga-chi? 138 dollar bo'ldi menda. Oldim men. Kofe qani? Oldim. Pulim yetmayapti meni. Men yaxshi ishlayapman. Nima? Men yaxshi ishlayapman. Senga ko'p berdimi? Menga nima bermayapti? Pulim yetmayapti. 138 dollar bu-chi? Va, bo'lmayapman. Va, hozir men ishlaylikchi bolalar, bu do'konni ochamiz. O'zing qaraysan. Menga nimaga kam pul berdisa? Mam shunday bo'ladi. Nima? Arzon pul sotib. Hozir to'xta. Kofe bormi yoningda? Miyam foiz yo'q ekan. Uncha 145 sekunddan keyin ekan. Bu bekosigma fanati dedi. O'sha ichibdi-da, miyam foiz ko'tarishimiz kerak bolalar. Nechinchi xonaga? 9-xona bu yoqda bu. 8-xona. Hozir 8-xonani qaraymiz bolalar, nima bor? Hech nima yo'qmi? Zombilar bo'lishi mumkin bolalar devorda ham. Ket bu yerdan, ket. O'zim qarayman, ket. Hozir kelyapti bemorimiz. Buni hozir 45 sekund ichida biza davolashimiz kerak. Operatsiya bo'ladi bu yerda. Bolalar juda ham qiyin bo'ladi. 45 sekund ichida bizga kerak hamma narsasini qilishimiz kerak bolalar. Ket, o'zim davolaman, ket. Hozir bunga mana buni olamiz va buni qo'yamiz. 45 sekund ichida, 43 sekund, 42 sekund. Hozir olamiz buni. Buni ham oldik, buni ham kir. Yana nima kerak? Qaychi ham oldim. Beramiz qaychini.
İyi. Dal koyup kim öldürdü adamı? Vav, Beko Sigma. Kanu. Mana o'ldi ketdi oyunda Beko Sigma. Jil. Chiqarib bor buni. Chiqar. Blok qil. Vav. Miyang monitorda qaysi chiqardi? Bu yurak berdi, axay. Yurak berdi. Aytilgan narsani berish kerak. Tushunmaydimi deyman bu o'yinni. Voy yana ikki odam o'ldirsangizlar tamam. Vav, yana bitta odam o'ldirsak bo'ldi, o'yin tamom bo'ladi do'stlar. Üçüncü Odam öldürmezlik gerek. Pul vermedi ki bizge şey. Bizi pulum kim? Ket bir yerden ket. Yo'qol. Ben bu kadar. Hozir. Kerak emas bunga ishchi bizga bunday. Qani, mana bu bemor ne var? Ben üçüncü var be. Uchinchiga bordimi? Uchinchida bormi o'zi? Var. Hozir uchinchi xonaga. Obunachi nima qilyapsan? O, uchinchi xonada bor ekan do'stlar, buni davolaymiz. Hozir 4 ga ham qarayman o'zim. To'xtab tur. Beko Sigma fanati qaramasin u. Bu ishlab bilmaydi ekan. Odam o'ldirib yubordi. Olmayan gitti. Ben durttaki oğlum. Qani. Şu durttaki öttü. Koratıma kol tuttu öttü. Vav, men qancha bo'ldi? Onlar 65 tane kaldı. İyi. İşte. Kofe chiqdimi? Va, men için men. İyi. Gel. Haz. Bizim var satı var. Hozir Beko Sigma juda ham yoqmayapti menga. Odam o'ldirgan. Nima? Girer misin? Yo'q, endi o'ynaymiz. Mana qizil. Nima bu qizil shpris? Olib kelish kerak ekan bunga bolalar. Mana berdik. Endi ko'kidan ham berish kerak ekan bu. Nima? Mana shu, mana. Men qarayapman, u kelib beryapti. Beko Sigma chiqar buni. Çıkar koymuş. Va, Bir ting koydu oyun. qaytadan chiqib kiramiz. Ket. Qaytadan chiqib kiramiz bolalar. Ikkita odam o'ldi. O'ynab bo'lmaydi. Boshqatdan chiqib kiramiz hozir bolalar. Abi seviyorsan. Men moji. Sevi. Mendan kel. Bir ting oldu. Ikkitalamiz o'ynaymiz. Ikkimiz o'ynaymiz. Ahmet bol yani kel. Kirdingmi? Ha gidelim. Kel bu yerga. 10 tane kiramiz. Yo'q, obunachilar kiradi bundan. Men tirki Bas. bosdim. Ketdik. Ikkitalarimiz mazza qilib davolaymiz hozir do'stlar. Men qaraganimda ham u ham kelib yopishyapti. Oyunu bilmeydi bu var. Ha, o'yinni bilmaydi ekan do'stlar. Endi sen davolaymiz, men turaman bu yerda. Bor. Bor sen. Sen davolab bilasan yaxshi. Odam o'ldirmaysan-da sen. Men ham o'ldirmayman. Kim? Ko'ziga qara. Hozir rasmga tushiraman. Zombimi nima ekan buni hozir bilamiz. I am here for me appointment dedi. Hozir buni tekshiramiz do'stlar. Rasmga tushir. Qani. Doğru. Rasm to'g'ri ekan do'stlar. Bemorimiz ekan, zombi emas ekan. Tishi yo'q ekan. Tishi bo'lsa zombi bo'ladi-da bu. Ana yubordim. Bor Amir chiq qara. Birinchi xonaga. Qartamizni bilagilar. Ha, birinchi xonaga ketdi. Mening hozir miyam foiz 69. Bu yerdan kofe ichamiz. Bolalar miyam foiz yanada ko'payadi. Mana o'sha 95 bo'ldi menga levelim o'sha miyam foizi do'stlar. Bu yerdan mana bemorlar ham kelishdi. Boshladi. Kim bu? Kim sen ey bratchka? Nima gap? Nima kasaling bor? Nima deyapti bu? Qiz bola. Hozir buning dardini eshitamiz. Dokumentlaringni ber. Buni hozir rasmga tushiramiz. Mana do'stlar. Nima? Ha. Rasmga o'xshayapmi do'stlar? Ikkitalasi bir xilmi? Bo'ldi bu. Chunki odam bu. Tishi bo'lsa mana shu rasmda bu zombi bo'lgan bo'ladi do'stlar. Mana bu yerdan kompyuterni ishga tushiramiz. Tishi yo'q. Davoladingmi deyman yankin. Hozir mana buni yubordim. Bor ikkinchi xonaga. Ikkinchi xonaga ketyapti, bor. Men odamlarning dokumentini tekshirib yuboraman, sen davolayverasan. Kelinglar, kelib qo'yinglar. Davolanib olasizlar, kasal bo'lganlar, kelinglar. Banisamiz bor, kelinglar. Mana, nima gap, brat, yaxshi oldingizmi? Kallaga nima o'rab tashladingiz? Kalladagi nima bu do'st? Sen o'radingmi? Yaxshi bo'ldimi, Amirchik? Davoladingmi? Nima 6-chi xona ochilmayapti, 6-chi, 8-chi? Yo, yine bir ikinci, üçüncü günler açıldı. Ha, birinchi kunda ochilmaydi ekan. Su gerek bemorga. Ha, suv kerak? Bemor kelmayapti-ku do'st. Bo'ldi. Ha, şef geldi. Ha, shefga o'tir, bo'lar, shef. Ha, iki adam davaladık. Ikki odam davoladik, bizga hozir $68 pul to'laydi menim. 60 Bu uchaga do'stlar. Hozir bizga pul to'laydi bu. Qani ichkariga kiramiz. Nima deyapti bu? Tam nima olyapti dedi-ku. Some advice things get strange just give Viking dedi. Hozir bizga pul beradi bu do'stlar.
salomlashyapti, davolagan odamimizni aytyapti. Ikkita odam davoladi, mencha pul beraman deb. Nimaga darozan beklading? Ochishli. Uzaytdi, davodan beklayman. Hozir mana bizlarga pul berdi bolalar. 63 dollar. Kim? Görding. Mana kelayotganini aytyapsanmi? Yo'q, giramida yana turadi. Yo'q, ko'rmadim. Yana, Zombimi? Ha, yana ketdi ondan. Hozir bunga qaraychi, to'xtab tur. Bu ham zombi emas. Qara, rasmga tushaman, qara. Mana do'stlar, 61% qoldi. Nima? Miyam ketyapti meni. Astagfirullah. Yuborish kerak meni. Bitta kameradan qaralib, kameradan qara. Arkasında turibmi? Hozir kameradan qaraylikchi do'stlar. Nima bu? Boshini aylanishiga qaranglar oyoqlarini. Bu zombi bu bolalar, buni davolay olmaymiz. Buni qaytarib joyiga yuboramiz buni hozir. Qani ketdik Amirchik, mana uji bekladi, derazani bekladi. Ko'lasini kamerada ko'rdingmi? Zombi, uni davolab bo'lmaydi. Bizani o'ldirib tashlaydi u. Yo'q, odamni o'ldiradi. Ha, odamlarni o'ldiradi. Buni hozir bor Amirchik, men olaman. Bor, sen o'zing davola. Hozir buni yuboraman, birinchi xonaga boradi bu. Menimcha, buni hozir rasmga olamiz. Birinchi emas. Rasmni tekshiramiz do'stlar. Mana rasmda tuzuk hamma joyi bir xil do'stlar. Bu yerdan kompyuterdan dokumentlarni chiqarib, printerdan chiqaramiz va dokumentini qo'liga berib, birinchi xonaga yuboramiz. Qani ketdik. Amirchik bor davola birinchi xonada. Birinchi xonaga boradi. Qanday ishdan? Mana bu yerda yana bir bemorimiz kelyapti. Kelib qolinglar. Sizlar nimaga o'tiribsizlar? Qolinglar. Davolab bo'ldingizmi? Yes, katta bo'lib ketdi. Mana yo'qotdim bo'lsa. Bu yerda hozir bemor kelyapti. Buni dokumentlarini tekshiramiz va rasmga olamiz. Put. Mana zombi emasmi? Odam. To'ppa-to'zuk odam ekan bu do'stlar. Buni hozir dokumentlarni qo'liga beramiz va ikkinchi xonaga yuboramiz. Ol buni dokument. Ol, buni qo'liga ber. Nechinchi xona? Ikkinchi xonaga boryapti. Amirchik o'zim qarayman. Birinchi xona nima qilding? Davoladingmi? Yaxshi qarab shefimizni. Akab nima olib ber? Ha, mana davoladi. Ikkinchi xonani qara, ikkinchi xonada zombi yo'qmi? Yana sib ketdi. Vau, go'mga qilib ketyapti-ku bular. Ses shuna qarab buni, ses iysa qarab. Nimaga bu uyda sib kelmayapmi Amirchik bular? Ayt bularga. O'yinda sib keldi bularga. Mana bular ham tekshiramiz. Bu to'ppa-to'zuk odam ekan. Buni hozir dokumentlarni qo'liga berib 3-xonaga yuboramiz do'stlar. Printerdan mana dokumenti chiqdi. Buni qo'liga beramiz. 3-xonaga boradi bu. Mozos kuch qoldi do'stlar, yiqilib qushidan ketdi. Tez olib borish kerak buni. 6-xonami, 5-xona? 3-xona ekan do'stlar. Tez qushidan ketdi. 50 sekund qoldi. Hozir qushidan ketadi. Men olib keldim. Amirchik nima kerak bunga? Qarash kerak. Bol Amirchik qara, qushdan ketib qoldi. Vay, zo'rg'a kelgan ekan u mening yonimga. Yugurgan. Ha. Derazani kim yopdi? Ketmadimi? Yo'q, shishmadi. Tozami bu yerlar? Toza, shishmadi. Shef kelmayapti-ku Amirchik. Shef qachon? Yo'q, bu yerdan kofe bor ekan, bolalar. 57% meni. Miyam foiz hozir kofe ichib buni ko'tarib olamiz do'stlar. Kofe juda miyaga juda ham foydali do'stlar. Uje 72% bo'ldi meniki. 59 edi foizim. Doktor kelyapti. Shef kelyapti do'stlar. Do'konni ham ochadi hozir. Bir nimalarni sotib olamiz do'stlar. Menga ko'proq beraman Amirchik. Nima deysan? Nima qilyapsan? Har doimgidek beraman. I am opening the pharmacy for you dedi. Odam davolaganimizda aytayapti. Simply shop dedi. Do'konini ochib beradi ekan Amirchik. Hozir do'konni ochib beradi bizga. Ikkinchi kunimiz ham o'tyapti do'stlar. Animal Hospitalda juda ham qiziqarli bu. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Nima? Televizor? Qancha berdi senga? 138 dollarim bor yana. 135 dollarga mana bu ham bor ekan. Mana bu ishqalant olamiz bolalar. 100% bo'ldi mening miyam foizi do'stlar. Yana buni olib qo'yamiz hozir. Nima? Pulimga bir narsa oldim. Bo'ldi bosh 3 dollar pulim qoldi. Boshqa hech narsa olmayman, sotib olmayman da. Nima? Shuni oldingmi? Qayerdan olding? Mana Amirchik oldi deb yozyapti mana bu yerda. Bir bo'ladimi? Ber menga Amirchik. Bemor kelibdi-ku, to'xta qarash kerak bunga. Ha, shunda kerak-da bizga.
yonib ketadi, zombilar kelsa, boshqa bo'lsa, xona yonib ketganda bizga kerak o't o'chiruvchi. Mana Amirchik, 9-xonaga 2-kunimiz ham bu ham ochildi. O'zimda olayman, sen kassaga qara. 8-xonada nima bor? Bolalar bu yerni bir qator qarashga devorni zombilar bo'lishi mumkin do'stlar bu yerda. Hech nima yo'q, toza bu yer. Mana bebonimiz bemalol kelyapti. Bu yerda operatsiya bo'ladi. O'zlaringiz ham bilasizlar. 45 sekund ichida davolash kerak bu yerni. Hozir kelyapti, buni davolaymiz do'stlar. 45 sekund ichida bizlar mana shu yerdagi narsalarni berishimiz kerak. Nima? Boya begosikma degan fanatimiz mana shu yerda odam o'ldirib qo'ydi do'stlar. Qarasa 1 2 3 ketdi 45 sekund. Mana nima kerak? Bundan to'xta. Yaxshi, to'xta, bunda olay 45 sekund operatsiya. Buni yonlayapti bunda. To'xta, nima qilay? Bolalar nima kerak? Bundan. Davolash kerak buni. Olti qiyin. Buni ham qo'yamiz. Nima kerak? Nima chiqani? Qaychani ham oldik, buni ham beramiz. Nima kerak yana? Yem-yeshilligini o'tloqdan qani. Buni ham beramiz. Mana 20 sekund qoldi. Bolalar o'lgishimiz kerak. 3 ta vazni berishimiz kerak. 3 tagina narsa. Yana nima? Yana bitta kerak ekan do'stlar. Mana berdim. Yana yurak kerak, qon. Mana 8 sekund, 7 sekund. Va uddaladik do'stlar. Aytiga 5 sekund qolgan vaqt uddaladik. Ana endi boshqa yerni qarasak ham bo'ladi. Senchi? Tushunmayapman. Qani 6ga keldik. Mana to'q bemorimiz nima qilish kerak bu yerda? Nimani bosib qo'ygansan? Bu yerda nimalar yonami bu yerda? Mana yondi. Bosish kerakmi shuni? Bu yerga kiramiz. Bu yerda turibdi. Mana qanday davolaymiz buni? Men tushunmayapman. Mana bu yonganlarni bosish kerak svetni. Bosdim. Hozir to'xtab tursin, men ham bosyapman. Mana bosyapman, nima bo'lyapti? Wrong dedi. Xatomi? Bosyapman-ku. Nima davolab bo'lmayapti? Nimaga? Bosyapman-ku. Nima qilish kerak bu yerda? Davolab bo'lmayapti, Amirchik, qanday davolaymiz uni? Demak bor. Turaversinchi, davolamaymiz uni. Kassadamisan? Bu vazimiz bizga kerak emas, axlatga tashlab yuboramiz. Shef kelibdi. Nima? Kim u Qodirali? Nechta ko'zi bor? 3 ta ko'zi bor. Zombi bu, Amirchik, zombi bu. Tur hozir kamerada ko'ramiz do'stlar. Yo'q, zombi emas, menimcha. Rasman tushirib ko'raylik. Rasman tushir. Kim? Chisi. Zombi emas. Boya menga shunaqa chiqib qo'yadi. Zombi emas ekan. Davolash kerak buni. Davolaymiz buni. Davolab bo'lgandan keyin nima bo'y? Nima Qarab tur, hozir davolaychi. Zombi emas. Zombi ekan bu. Nima dedim? Seni yeyapti. Hozir buni yo'qotaman. Vur dalbayo. Dur, uryap. Mana o'ldi. Voy, 30 niya qoldi? 30. Nima dedim senga? Ya, kofe ich. Men qilmagan. Hozir qada 30% nima? Hech nima qilmaydi u. Hozir kofe chiqqanda kutar bo'lasan. Oynan uryapti bu yerda. Yana bittasi kelibdi. Yo'qolsin, yo'qotaman hozir seni. Qarab tur. Hozir yana bosib turyapmiz. Bu ketadi. 65% qoldi. Bunga qara. Nima? Kameradagi nima? Bunga qarasan bunga? Nima? Qara. Nimani qaray? Kameradan qara. Qochsang qarayman. Bu ne bu? Hayvonmi bu? Evet. Yubor, bu ham zombi. Buni ham kelasan. O'ynashiga kerak kalasini. Yop. Bani seni yop. Derazani tushir. Ketadi o'zi. Davardi. Ket bu yerdan. Davardi. Sening miyangga nimaga dokument berding? Bor o'zing qara, men qaramayman. Men ham qaramayman. Bor qol. O'laver, bor. Senga bir qara dedimmi, jinni? Zombi u. O'ldirib qo'ydi seni hozir. Ay, bunda buryapti. Bo'ldi. Amirchik, bu yerga kel. Bu yerga kel, kassaga kel. Odam ekan. Amirchik, kassaga kel deyapman. Kel. Nima? Kelaver. Bitta davolab ko'raylik. Ha, bo'p. Yo'q, bolalar, shu joyda videoni tugatamiz. Videoga ham yarim soat bo'lib ketdi, bolalar. Bu videoning ikkinchi qismi ham chiqishini xohlasangizlar, kommentariyaga yozib qoldiring, albatta ikkinchi qismini chiqaramiz, bolalar. Shu joyda videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, do'stlar. Bu video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bizga kattakon rahmat sizlarga. Go Amirchik yuzga qaranglar, bolalar. Amirchik nima obuna bo'lsinmi? Obuna, like. Ana, obuna bo'lasizlar ekan, do'stlar. Har hafta 10 ta odamni do'zaga qo'shadi Amirchik, bolalar. Qani, obuna bo'lamiz, qani. Go!